Er-xotin ajrashganda farzand kimda qoladi? Oila buzilishi nafaqat ota-ona, balki farzand uchun ham katta sinovdir. Ajrash jarayonida eng muhim va bahsli masalalardan biri bu farzandning kimda qolishidir. Qonunchilik bu vaziyatni aniq tartibga solgan bo'lib, sud qarorlarida bola manfaatlari birinchi o'ringa qo'yiladi. Inobatga olinadigan holatlar quyidagilar. Birinchisi, bolaning ota-onadan, aka-uka, opa-singillardan qaysi biriga bog'lanib qolganligi. Ikkinchisi, ota-onadan qaysi biri bolalarga nisbatan ko'proq g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatayotganligi. Uchinchisi, bolalarning yoshi va ota-onadan qaysi biriga ko'ngil qo'yganligi. To'rtinchisi, ota-onaning axloqiy va boshqa shaxsiy fazilatlarini, ota-onaning har biri bilan bola o'rtasidagi munosabatlarni, bola tarbiyasi va uning kamoloti uchun shart-sharoitlar hamda boshqa holatlar e'tiborga olinadi. Mana shu omillarni hisobga olgan holda sud farzand kimda qolishi bo'yicha qaror chiqaradi. Yanada foydali ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'ling.